Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana navbatdagi ustanovka jarayonimizdan Urganch shahrini ustanovka qilib berdik. Bir yandan ko'rib kuzatib boraverasizda 5 tane eshik. Shu oshxona tarafdan kelaveramiz. Yani eshiklarimiz konkretni olib, shkalni olib ishlangan, zazovlar ham bir xil. Eshiklarimizni dabollari bilan ustanovka qilib berdik. Bir yandan ko'rib kuzatib boraverasizlar. Eshiklarimiz konkretni olib ishlangan. Eshiklar zamok, zamoklar konkretni. Şerif. Yine bağında yarım eşiklerimiz. Zamoklara itibar verenler 5 kilitli zamok, sonra kilit. Beşiklerimizden şu ofşi komplekt ustanovka qilib berdik. Bu eshiklerimizin narxlarına gəladigan bolsaq, hurmatli obunachilarimiz, eshiklerimizin narxlari yarım eshiklerimiz 3.300.000 so'm bo'ldi. Komplekt ofşi hamma narsasi bilan, koronasi, narushiki, dabollari bilan. İşlerimizi görünmeyen başlarında itibardan yine ayet yerde durardı eshiklarimiz her daim gidin buraya işlendi. Rezinkalarından itibardan yine rezinkalarım sıkma rezinka akuratni kullablaram yarım calalık kullab yine valla dabolları yine yengil gelen. Hurmatli obunachilarimiz, eng yaxshi, eng sifatli materiallardan ishlab beramiz. Bunlar bagati olup işlendiler. Hürmetli obunachilar, yekka eshikimizning narxlarini aytib o'tmadik. Yekka eshiklarimiz bo'ladi bo'lsa 92 metr, 92.10 dabollari bilan, aldana koronasi narxligi bilan ishlanadigan bo'lsa, komplekt 2.300.000 so'mdan ustanovka qilib beramiz. Dastlabki ustanovka eng yaxshi sifatli materiallardan ishlab beramiz. Shu bosonda necha figura tashab ber desangizlar, shu ko'ngillariga yoqqan figurani tashab beramiz. Yine hurmatli obunachilarimiz, videomizni kuzatgan bo'lsangizlar, arzimagan mehnatimizni qadrlagan holatda bir like'larni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Endi xudo xolasa, bundan keyin ishoninglar, zakonni sifatli ishlarni sizlarga taqdim qilib boramiz. Bundan keyincha like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentariyada o'zingizni ijobiy, ya'ni yaxshi fikrlaringizni qoldirib qolasizlar ham umidamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz.